Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni endi ko'rib turgan odamlar, ya'ni foydalanuvchilar. Xo'sh, bugun video yozgandek, biza Zproxy, ya'ni zaifliklarni avtomatik tekshiradigan bir tool bor. Ya'ni o'tgan darsda biz Brute Suite Professional ko'rgan bo'lsak, bu safar endi Z Proxy, ya'ni Zap. OpenZap deyman, OpenVAS deydi ko'pchilik. OpenVAS lekin boshqa narsa adashmasam. Men Zaproxy deydi, ya'ni men o'zim aytadiganim bu Zaproxy deb atayman. Tipa boshqa nom bilmayman. Xo'sh, bilgan bo'lsanglar agar hide qilib qo'y. Adashmasam yozyapti mana. 1 minut bo'ldida yozyapti ekan. Xo'p, короче, bu zaifliklarni o'zi avtomatik tekshiradigan bir dastur xolos. O'tgan darsda aytgandek biz Brute Suite ishlatdik. Ну, давайте buni yuklashga harakat qilib ko'ramiz. Qandoq buni kattalashtirsam bo'ladi ko'rinish uchun. Xo'p, Zaproxy. Adashmasam shunaqa yoziladimi? Yo'q. Zaproxy qanday yoziladi? Men qanday yozaman boya? Xo'sh, qanday yozgandim? Bunday yozgan ekanman. Zaproxy. Okey, men skachat qilishni bosdim bunga. Bunda qaranglar. Menda Kali Linux, ya'ni Linuxning Kali distribyutori. Bunda men shunchaki Zaproxyni ishga tushirmoqchi bo'lsam, bu biladi, короче, oldin Zaproxy nimaligini biladi. Shu sababdan uстановка fayli bor demoqchiman. Shunchaki Zaproxyni yozsanglar, уже uстановка qilish joyi kelib chiqadi. Agar sizlar Zaproxyni uстановка qilishni bilmasanglar, boshqa narsani bilmasanglar, shunchaki zaproxy.org sayti bor. O'sha joyga kirib downloadni bosasizlar. Bu joyda уже sizlarga Windows installer versiyasi 32-bitli uchun, 64 bit uchun yoki installer.h fayl adashmasam. .h faylmi? .h fayl. O'shani skachat qilasizlar yoki package bor, bu ham targiz, ya'ni nima deydi? Bosilib ketdim. Okey, o'sha versiyani skachat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, har xil versiya bor, ya'ni Apple uchun va Mac OS uchun, ya'ni Apple'ning nimasi. Xo'p, endi biz o'zimizdan qidirib ko'ramiz. Ya'ni bizda uстановка bo'ldi deyapti. Adashmasam Zaproxy installing bo'lgan. Update versiyasi so'rayapti. Короче, update qilishni xohlayman hozir. Mana qidiramiz. Zaproxy deb qidiramiz. Chiqyapti. Shunchaki biz Zaproxyni yozsak ham Zaproxy ishga tushadi. Ko'rdinglar? Checkmarks tomonidan yaratilgan Zaproxy mana shu. Ko'ramiz hozir ishlatish qanaqa bo'ladi. Xo'p, I want to personalize, but I want to personalize. Men saqlash xohlamayman. Ya'ni mendan oldin qilingan zaproslarni saqlash kerak emas. Okey, nima bu? Update all. Bu yerda hozir bizda aytayapti. Короче, skaner rullarni o'zini, как будто plugins ham bo'ladi. O'shalarni tekshirish uchun o'zini yangilab olish kerak versiyasini. Ya'ni hozirgi update bo'lgan versiya bilan hozir versiyasini ko'rsa, shunda zaifliklarni aniqlash osonroq bo'ladi. Menimcha shunaqa. Chunki bu yerda hozir fuzor bor, DOM-based XSS zaifliklari bor yoki directory nimadirlar, database, provide database in general infrastructure. Ham nimadirlar, короче. Update qilishni kutamiz. Update qolaversin. Tez bitishi kerak aslida. Menimcha bo'ldi. Okay, close. Endi bizda Zaproxy bor. To'g'risi, men ham buni ko'p ishlatmaganim uchun hozir o'zim o'rganib ketaman men ham. Chunki o'zim ham oldin ko'p ishlatmaganman. Xo'p, bizda welcome to Zap. Zap is a easy to use intelligent pen testing tool for including vulnerabilities in a web application. Ya'ni web applikatsiya, ya'ni veb-saytlarda zaifliklarni aniqlash uchun tool hisoblanadi deyapti. Agar sen zipda yangi bo'ladigan bo'lsang, короче, mana bulardan bittasini tanlab boshla deyapti. Shunchaki tanlaganda boshla deyapti. Learn more bosadigan bo'lsak, bu yerda bizga bu yerda
guidelarni ko'rsatadi yoki o'zini veb-saytiga olib boradi. Bizda ikki xili bor. Avtomatik skaner versiya bo'ladi. Ya'ni bitta sayt beramiz, u avtomatik o'zi skaner qilib tashlaydi. Endi bu yerda manual bor, ya'ni qo'limizda beramiz, ya'ni o'zimiz kiritamiz. Menga manual yoqyapti hozircha. Xo'sh, nima qilamiz? URL Explorer. Biz bu yerga URL kiritishimiz kerak. Men oldin bitta veb-saytni bilardim. Testda mana shu. Mana shu saytni bilardim mana. Bu vulnerability bor bunda, ya'ni SQL injection zaifligi bor. Bunda ko'pchilik o'zini sinab ko'rsa bo'ladi, tipa zaifliklarni qanday ishlashini ko'rsa bo'ladigan sayt. Acquaintance'dan acquired. Yani ko'pchilik biladi bu narsani. Xo'p, berdim. Firefox'da ishlaydi. Tamom. Nima kerak menga? Kerak yana. Xo'sh, qanday boshlaydi endi bu yerda? Boshlash tugmachasi bormi ekan? Menimcha boshlash tugmasi qayerda bo'ldi? Yo'q, menga veb-sayt kerak emas. Xo'sh. Quick start. Men quick startda turibman o'zim. Request, response. Bu yerda menimcha request, response ko'rsa bo'ladi. Request jo'natganda response. Ya'ni bizda o'tgan dars aytgandek, Broadsuite Professional yoki Broadsuite o'zida repeater bor edi. Unda xohlagan joyimizni o'zgartirardik, masalan, va so'rov yuborib natijani ko'rishga bo'lardi. Bunda ham xuddi shunaqa joy bor ekan. Requester degan qismida xuddi shunaqa ekan. Bizda quick start hozir tushunmayapman men. Menimcha launch browser bossam chiqadimi? Chiqarmi? Nima chiqadi? Bu ochdi. Endi tushundim. Mana pastda o'sha so'rovlar ketishni boshladi. Bizga aytyapti o'sha kod, ID beryapti. Bir source proxy orqali time vaqtini ko'rsatyapti. Aynan hozirgi vaqt URL ni ko'rsatyapti. Endi zararli nimalarni ko'rsatyapti bizga? Medium deyapti, low deyapti. Bizga anavi kerak. Mana. Xo'p. Bizga SQL injection aniqlash aniq joyi bor edi. O'shaning uchun o'shani qidiryapman. Aynan hozir bu qisqalariga unchalik e'tibor berishni xohlamayman o'zim ham. Короче, aytyapti. Manual menimcha qo'lda tekshiradi. Da. Menga ham qiziq bu narsa, seriously. Xo'p, bizda bor ekan your card, kartlar bo'limi yoki your profilga kirganimizda bizdan test yozishimiz so'ralyapti. Ya'ni bu yerda yozib qo'ygan. Test yozsang chiqadi deyapti. Okey, errorga o'tamiz. Loginni bosdim. Xo'sh, bu yerda chiqmadi. Lekin bu yerda bor edi. XSS zaiflik bor edi allaqachon. Xo'p, credit card number'ini yozib qo'ysam bo'ladimi? Xo'p, bizda nima chiqyapti bizda? Xo'sh. Email, credit card number'mi? Yo'q, bu yoqqa men XSS yozib qo'ysa bo'ladi-da. Script alert. Xo'sh, script yozsam nima bo'ladi? Update. Yes. Alert berdi bizga. Muhim ishlayapti. Lekin bizda nimaga chiqmayapti? Shu narsa qiziq menga. Xo'sh, shu narsa men uchun qiziq. Hozir Telegramda yozib qo'ydim. Xo'sh, nimaga chiqmadi? Okay, mayli, emas. Your profile kiramiz. Your profile kirsak, endi script ishlayveradi doim. Hop, kartlarim, browser artistlar. Короче, bu kerak emas edi. Plat 3 ga kirib ko'ramiz. Bu yerda endi zaiflik chiqishi kerak edi aslida. Chunki unchalik zaiflik aniqlanmaydimi yoki bu? Pictures o'tamiz. Xo'sh, menga bu kerak emas aslida. Alertda lekin anchagina ko'p ma'lumot kelish kerak edi. Hozir bu yerda faqatgina medium deb hisoblayapti bu. High'ni ko'rsatmayapti. Xo'sh, mayli, okey. Trigger o'tib ko'ramiz. Comment on this artist. Ishlamas ekan hozircha. Artistni ko'rish. Xo'sh. On this picture ga comment yozib bo'lmaydi. Kategoriyalar bor ekan. Posters kategoriyasi. Xo'sh, aslida qaranglar, mana bu joyda o'zi SQL injection zaifligi bor edi.
Masalan, bu yerda yozsam уже error you have an error in SQL syntax deyapti. Check the manual that correct was to the chiqmadimi? Yo'q. The MySQL server version right syntax using your at line birinchi qatorda nimani oldin to'g'ri ishlatganini qara deyapti. Короче, primoy birinchi narsani chaqirayotgani uchun, ya'ni MySQLda birinchi IDda turgan narsani chaqirayotgani uchun bu primoy ishlayapti. Men bu yerga noto'g'ri narsa kirib qo'ygan bo'lsam, qarabsizki, ishlamay qoladi. Sababi shu. Chunki bunda SQL injection bor. Lekin mana bu Zaproxy nimaga aniqlanmayotgani meni qiziqtiryapti. Okey, davay. Yoki men ishlatishni bilmadim. Yani ham bilmadim to'g'risi. Hop, bizda quickstartni ko'rdik. Давайте. To'xtamaymiz-da, anavi qilamiz. Avtomatik skaner beramiz. Nima deysizlar? Bir, okey. Use Ajax Spider deyapti. If modern agar yangi bo'lsa ishlatamiz o'miz. Progressni start berib ko'ramiz. Ketdi. Start berdik, so'rovlar ketdi. Alertlar ko'rinarmikan? Da, mana shu ko'rasizlarmi? Anchagina ko'p narsa topishga harakat qildi. Okey. Alerts. Men ko'p narsa kutgandim, lekin bundan nimaga ochirayotganiga hayronman, seriyozman. Chunki aytgandek, men oldin buni ko'p ishlatmaganman. Bittalab so'rov yuborayotganim uchun men alohida ochyaptimi shunda? Tushunarsiz? Zaproxy shunisi yoqmaydi. O'zim ishlatmaganim uchun menga unchalik yoqmaydi. Xo'sh, medium, eng maksimum medium ko'rsatyapti. Lekin bu yerda o'sha SQL injection bor-da. SQL injection zaifligi allaqachon bor. Okey, Spider tekshiryaptimi hozir shunda? Ili boshqasimi? Autoscope, ya'ni scopedan tashqarida zot. Ya'ni, sizlarga aytishim kerak edi, o'sha scope va autoscope degan narsa bor. Ba'zi bir veb-saytlarni hali tekshirish olganingizda, sizlarga zakaz olasizlar, masalan, tekshirib berish ma'nosida. O'shanda InScope bor, autoscope bor. Aytaylik, InScope'da sizga bitta veb-sayt beryapti, Kunuz degan veb-sayt berdi. InScope'da unda Kunuzning o'zi va admin.kunuz degan saytlari bor va qaysidir direktoriyni tekshirish imkoniyati bo'ladi. Shuni sizlarga aytadi, shu direktoriyni tekshirib ber deydi. Men agar shu yerdan zaiflik topsang, men senga pul beraman deydi. Xo'p, endi autoscope'ga yozib qo'yish mumkin. Mana bu joyga kirmaysan, ya'ni api.kunuz.uz ga kirmaysan deydi. Yoki admin bilan bog'liq bo'lgan zararli kodlarni topma deydi, qidirma deydi. Yokida veb-saytga DDoS qilish mumkin emas deb berish mumkin-da. Shunaqa narsalarni ko'rsatib beradi. Endi o'sha scope bilan autoscope farqi shu. Prosta tushuntirishim kerak edi. Mana boshlandi. DOM-based zaiflik, XSS zaifligi cross-site scriptingni DOM-based topdi. Buni qanday, mana URL mana bunaqa yozganda deyapti. Короче, DOM-based bo'ladi deyapti. Xo'p, bizada Firefox ochib olamiz. O'sha zaiflik tashladim. Nimagadir ishlamadi. Aslida ishlash kerak bu. Xo'p, aslida ishlash kerak. Ko'rdinglar? Ko'rdinglar. Chat ishlamadi. Chat ishlamadi. Lekin aynan DOM-based bor, XSS bor, undan tashqari SQL injection bor. Hali buni tekshiryapti menimcha. Menimcha hali ham tekshiryapti bu. To'xtadimi? Bilmayman rostdan. Tekshiryaptimi, to'xtadimi, miyam qotib qoldi. Atigi 390 ta so'rov yubordi xolos-da. Xo'sh, bu prosta 390 ta so'rov yuborib qo'ydi xolos. Boshqa hech narsa qilgani yo'q. Xo'sh, V3 Schools autoscope bo'ldi. Lekin men kutgan natija bermadi. Sababi Zapscanner bu yaxshi ishlamadi. O'shaning uchun ham balki men ishlatmayman. Deyarli ishlatmayman. Chunki bu XSS zaiflik borligini men ham bilardim. Bu ishlatganimiz. Lekin DOM-based borligini bilmasdim. Ya'ni DOM-basedga aylantirishni bilmasdim. Bu joyda aytayapti, DOM-based bor deyapti. Keyin SQL injection, ya'ni mana bu aynan mana shu Zapni yaxshi tomoni, короче, bunda
chiqarib olsa bo'ladi. Ya'ni sizlarga tayyor report chiqarsa bo'ladi. Aynan shu dastur orqali. Xo'sh, men buni hozir qandaligini eslab olsam, 100% bo'ldi. Request 109 ta, alert bitta berdi. Mana CCV midi? Нет, такой. Menimcha u emas. Desktopga tashlasam bo'ladimikan? Xo'sh, desktopda qayerga tashay? Telegramga tashlayman. Desktopda Telegramga. Xo'sh. Desktopda Telegram turibdi. Bu yerda adashmasam so'rovlar ko'rinishi kerak. Menimcha shunchaki so'rovlar ekan. Qachon, qayerga qanaqa so'rov yubordi va not found kodlari 200 yoki 400 topolmagani sayzlari, короче, menga qiziq emas bu. Seriozni. Menga hozir kerak buni avtomatik skaner bizga beradigan. Nima desam bo'ladi? Avtomatik report beradigani kerak menga. Xo'sh. Report qanday olsam bo'ladi? Alert delete all alerts. Show your scope. Outputini ko'rsak, enable scroll kerak emas menga. Xo'sh. Okay. Bu session menga kerak emas. Menga qaraylik nima kerak ekan. Importda xo'sh. Короче, yaxshi tomoni nima edi-da? HTML formatda bizga chiqarib bera olardi. Hozir shuni topsa agar. Mana bu yoqda bor ekan. Generate report degan joyi bor. Bunda bizda HTML report versiya tayinlaydi. Descriptionga masalan test ice pro deb yozsam, buni default description bor, kontekstga default kontekst bo'lyapti. Saytlar ikkita sayt ko'rsatyapti. Sababi adashmasam bu birinchi qolib ketgan sayt, ya'ni autoscope lekin tekshirib olgan. Menimcha bu o'zim qilganim. Короче, men mana bu sayt tekshirganim qilmoqchiman. If not alert, agar alert bo'lmasa qilma deyapti. Yo'q, kerak emas. Alert bo'lsagina qilma. Shunda? Yo'q, menga faqat alert bo'lgani kerak. Hop, template alertlarni chiqar deyapti. Hop, modern traditional HTML report. High level report. Okay. Bu yerda reportlarni turini tanlasangiz bo'lar ekan. JSON report yoki HTML report. Regular response. HTML report kerak bo'lsin, oddiy. Tema tanlash mumkin emas ekan. Okay, menga hozir qayerga tushishi kerak muhimi. Qayerga tushishi kerak? Bu yerda nomini o'zgartirib qo'ysam bo'ladi. Ice3 Pro new report bo'ldi. Xo'sh, mana qayerga tushishini o'zim belgilab qo'ysam bo'lar ekan. Bizga desktopda Telegram tashlik bo'ladi. Generate report. Okay, mayli. Report tayyorlandi. Xo'sh, uni o'sha tushgan joyini ochib ko'ramiz. Endi aytyapti bu yerda. Tushunmadim. Короче, chiqish kerak edi. Mana bu alertlarni nechta chiqqani. Hammasi chiqardi. Nimaga bu yerda chiqmadi? Men shunga hayronman, seriozni. Qotib turib tushunmay qoldim. Nimaga chiqmagani hayronman men. Nima degani? Hop, generate report, template, modern bo'lsin. Давайте. Generatsiya qilsin. Mana endi bu yerda ozgina yaxshilandi. Boya sal noto'g'ri versiyani tanlaganim shunaqa bo'lgan ekan. Bizda aytyapti endi o'sha zapni ishlatganimizdan keyin bizga avtomatik generatsiya qilib beradi o'zini reportini. Lekin baribir qo'lda yozish yaxshiroq. Qachon? 22-noyabr kuni 23:45 kechasi 15:12 da men tekshirdim va report yozdim deganman-da. Zapni versiyasi shu versiyada qilingan. Endi bu yerda aytyapti, highly bitta topildi deyapti. U ham o'sha XSS DOM-based zaiflik. Mediumdan 4 ta chiqdi deyapti, lowdan 6 ta. Keyin informationaldan 5 ta chiqdi deyapti. Mana. Endi bu yerda qaysi biri qaysiga kirishini aytyapti sizlarga. Application error disclosure. Bu ham bitta zaiflik turi. Men ko'p ishlatmaganim.
Xo'p, cross-site scripting DOM-based deyapti, ya'ni web brauzerda ishga tushadigan deyapti. Risk level high bitta beryapti. Bitta joyi topilganini aytibdim shunda. Menimcha shunaqa. Bilmadim. Xo'sh, passing rules. Xo'sh, endi bu yerda alert detail qanday chiqqani haqida ham report davomida bor ekan. Alert detail bu cross-site scripting qanday chiqqani, o'zi nimaligi, hamma narsa yozilgan va URL manzil mana bu deb ko'rsatyapti bizga. URL manzil ochadigan bo'lsak, ishlamadi aslida. Lekin ishlardi. Xo'sh, bu yoqda juda ko'p, mana buni ko'rsanglar o'zi juda ko'pgina har bitta zaiflikka kirib, har bitta zaiflik qanday ishlash haqida beryapti. Ko'rganingizdek. Xo'sh, men bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa shu edi. Shunchaki Zaproxy'ni tushuninglar qanaqa narsaligini. Ba'zida foydali tomonlari bor, ba'zida umuman foydasiz tomonlari bor. Keyin hozir sizlar bilmagan bo'lsangiz kerak, lekin Zaproxy ishlagan payti menda ozgina bo'lsa ham kompyuter ovozi ko'tarildi, protsessor qizishni boshladi va yuklama bo'ladi. O'ziga yarasha Zaproxy'da ozgina bo'lsa ham yuklama bor. Kompyuter ozgina bo'lsa ham qiynab ishlatadi. Shu sababdan bilishingiz kerak shu. Tamom. Menimcha boshqa narsa qolmadi. Xo'p, menimcha bu yoqlar shart emas. Zip mode standart attack mode ga o'tkazib qo'ysam. Da zo'r-ku menimcha bu. Menimcha zo'r bu. Ya'ni modlari bor ekan o'zini. Attack modi bor ekan, safe mod, ya'ni zarar yetkazmasdan qilish bor ekan, keyin buzib kirish uchun modi bor ekan o'zini. Bu qiziq, men bu joyini ochmagandim hali. Keyin bizda o'zi ko'rinadigan joyi bor, ya'ni qanday ko'rinishimiz, analiz, report, compare with another session, generate report bor ekan, mana shu yerda o'zida. Biz bu yoqdan qildim. Reportda ham bo'lim bor ekan o'zi, toollar. Hop, clean spider, ratest, hop, manual records editor, active scan, import bor ekan, GraphQL. Bilmayman, короче, buni ishlatib ko'rmaganman. Online, Zap website, Zap videos. Qanaqa ekan bu? Menimcha bu o'rgatsa kerak. Meni ham bilmadim. Hop, buni ovozini hozir eshitasam, YouTube menga strike beradi, shuning uchun qo'yamayman. Uzr. Nima? Yana nima qoldi? Adashmasam bo'ldi. Bu joylari endi pastni o'zingizlar ko'rib chiqib olasizlar. Bu joyda o'zi modini o'zgartirsa bo'lgan joy bor ekan. Zo'r bu. Seriously, men bilmagandim. Ko'p joyini ishlatib ko'rmaganman. Xo'p, bunda ham Sequencer, короче, o'shanaqa bo'lim bor ekan. Biz Bursuitda ham ko'rgandik, Sequencer deb ko'rgandik biz faqat. Xo'sh, endi nima bu? Client map. Qaysi saytlarni tekshirganimi? Bilmadim. Xo'sh, encode decode bor bunda ham. Qanday ishlataman men buni? Cho't ishlamayapti. Cho't ishlamayapti. Nima ishlata olmayapman? Xo'sh, option bo'lim bor ekan. Bu yerda o'zi nima bilan tanir ekanmiz? Nima bu? Bizni o'zi ko'rinishini tanir ekanmiz. Nimbus. Tipa qora bo'ladi hozir. Mana shu ko'rinish menga yoqadi, seriously. Dracula bor ekan bu yerda. U cho'tki. Endi bizda bu yoqda men bu ekran qanday ko'rinish haqida gap ketyapti. Buni o'zgartirsam chap tomon kattalashadi. Yoki past kattalashadi, yoki-da o'rta kattalashib qolishi haqida ma'lumot bor. Menga mana bu yoqdi rostdan. Mana bu yoqdi deylik. Bu nima? Bilmayman nima bu. Bu bot ekan endi. Request va response bu yoqda ko'rinyapti bizga. Bu nima? Add-ons. Bilmadim, короче. Xo'sh, tamom, video shu yerda tugaydi. Albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, sababi balki men birinchi marta ko'rayotgandirman sizlarni veb-sayt, to'g'ri, sizlarni YouTube videolaringizni orasida. Balki men boshqa topa olmassiz hali. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Короче, kanalimda bundan ham yaxshi narsalar bor va keyin chiqib boradi. O'rgatib boraman. Bilganimni faqat, aytganimdek, men bu bo'yicha professional emasman. Bilganlarimni o'rgatib boraman va o'zimga ham bir yangilanish bo'ladi. Xo'p,
Rahmat ko'rganingiz uchun. Shu video shu yerda tugaydi. Albatta layk bosishni esdan chiqarmang. Layk bosishni unutmang. Пока.